Rus tilini o'rganishni boshladingiz, lekin nima sababdan ruchka женский rod, stol мужской rod ekanligini hali ham farqiga bormayapsizmi? Bugun sizning barcha savollaringizga javob topamiz va bugungi video darsligimizdan keyin sizda rodlar mavzusi bo'yicha qaytib savol bo'lmaydi degan umiddaman. Demak, tayyor bo'lsangiz boshladik. Darsimizni boshlashdan oldin keling uni bo'limlarga bo'lib chiqamiz, ya'ni skeletini bitta tuzib olamiz. Demak, birinchi o'rinda bizni o'tadigan narsamiz rodlarni qanday qilib farqlash, yumshatish belgisi, istisnolar va undan tashqari ko'plik belgisi, ya'ni множественное число. Rus tilida ahamiyat bering, faqatgina otlar, boshqa harakat ma'nosini bildiruvchi so'zlar kirmaydi. Aynan otlargina 3 ta rodga bo'linadi. O'zbek tilida bunaqa narsa yo'q. Shu sababdan ham rus tilida biz so'zlarning oxiridagi harfiga, ya'ni окончанияsiga qaraymiz. Stol, muzey, brat, slovarь, yanvarь bularning so'zlarini oxirida o'sha окончанияsiga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, mягкий знак, ya'ni yumshatish belgisi, y, ya'ni y harfi va undosh harflar bilan tugaganligi sababli ham bular мужской rodga kirishadi. Misol uchun, stol, muzey, brat, slovarь, yanvarь bu so'zlarning oxiri yumshatish belgisi, ya'ni mягкий знак, y va undosh harflar bilan tugaganligi sababli ham bu so'zlar мужской rodga kirib ketadi. Misol uchun, mama, radost, pustyня, gazeta bu so'zlarning ham oxiri asosan a, ya va yumshatish belgisi mягкий знак bilan tugaganligi sababli женский rodga kiradi. Endi sizning ichingizdan bitta savol o'tgani tabiiy holi. Ya'ni мужской rodda ham mягкий знак, ya'ni yumshatish belgisi bor edi, женский rodda ham yumshatish belgisi bor. Ularning ikkovini qanday qilib ajratib olsak bo'ladi degan savol birinchi navbatda meni o'zimni ham ishimdan o'tgan, обязательно sizda ham ichingizdan o'tishi aniq. Demak, bu narsani hozir men bu rodlarni farqlashdan keyingi etapda tushuntirib beraman. Boshda aytdim-ku, bo'limlarga bo'lib chiqdik, mягкий знак bo'limi haqida alohida tushuntirib ketaman. Misol uchun, окно, море, племя, время, стекло kabi so'zlar. Bularning oxiri y va o, mya qo'shimchalari bilan tugaganligi sababli ham bular средний rodga kirib ketadi. Endi esa sizning ichingizda tug'ilgan bir savolni, ya'ni o'sha mягкий знак belgisi nima sababdan ikkita rodda ham bor va ularni qanday ajratish mumkinligini qisqacha tushuntirib ketaman. Demak, birinchi navbatda мужской rodni ko'rib chiqamiz. Мужской rodning окончанияsi undosh harflar, mягкий знак va y, ya'ni ikratki y deyiladi bu. Demak, mana shular bilan tugaydigan so'zlarning hammasi мужской rodning ichiga kiradi. Misol uchun, stol, muzey, brat, slovarь, yanvarь kabi so'zlar. Bularni e'tibor berishingiz mumkin. Men отдельно alohida belgilab qo'yganman. Ya'ni undosh harf y va yumshatish belgisi bilan tugaganligi uchun bular hammasi мужской rodga kirib ketadi. Endi женский rodda, женский rodning окончанияsi a, ya va yumshatish belgisi bilan tugaydigan so'zlar. Ya'ni boya aytib o'tganimdek, esingizdan chiqmasin, faqatgina otdagi so'zlar kirib ketadi. Nima deydi? Rodlarni farqlashimiz uchun. Harakatni bildiruvchi so'zlarni hech qaysi biriga, misol uchun окончанияsiga qarab turib, bu misol uchun женский ekan, bu misol uchun мужской rod ekan deyilmaydi. Aynan otlar jonli va jonsiz bo'lgan inson va undan tashqari misol uchun parta, misol uchun stoyka, notebook, yana boshqa so'zlargina rodlarga bo'linadi. Va bularni ham ko'rishingiz mumkin. Mama, radost, gazeta, pustyня, tётя kabi so'zlar женский rodga kirib ketadi. Nima sababdan ekan? A, mягкий знак, ya qo'shimchalari, ya'ni окончанияsi bilan tugaganligi sababli ham женский rodga kirib ketadi. Endi средний rodga. Средний rodni окончанияsi o, y va mя окончания bilan tugaydigan bo'lsa, ya'ni so'zning oxiri shular bilan tugasa, значит, bularning hammasi средний rodga kirib ketadi. Misol uchun, окно, море, plемя, время, стекло kabi so'zlar. O, y, mя qo'shimchalari bilan tugaganligi sababli средний rodga hammasi kirib ketyapti. Demak, qisqa qilib aytganda, rodlarni qanday qilib farqlash mumkin ekanligini tushunib oldingiz. Endi sizning ichingizda bitta savol tug'ilgan bo'lishi aniq. Nima sababdan мужской rodda ham va женский rodda ham yumshatish belgisi bor? Aynan shu narsani hozir keyingi etapda sizga tushuntirib ketaman. Ya'ni qanday qilib mягкий знак belgisi bilan tugagan so'zlarni мужской va женский rodga ajratib olish mumkinligini. Demak, endi qisqacha tushunib olishimiz kerak bo'lgan narsa bu мужской rod va женский rodni qanday qilib farqlashimiz mumkin agar mягкий знакda tugaydigan bo'lsa so'zlar. Misol uchun, konь, ночь, день, лень kabi so'zlarni hozir misol tariqasida bitta ko'rib chiqamiz.
har bitta so'zni nechего savoliga bitta tushirib ko'ramiz. Ya'ni nechего нет коня, ya'ni окончанияsi ya bilan tugashni boshlaydi keyin. Нет ночи. Нет день bo'lsa dня. Нет лень лени bo'lib tugaydi. Xo'p, endi bularni qanaqa ajratib olishimiz mumkin? Nima sababdan hozir buni ajratib chiqdingiz? Bundan nima foyda deyishingiz mumkin? Qarang, nechего kabi savolga solib ko'rganimizdan keyin окончание mana bu мягкий znakdan ya yoki i harfiga o'zgaradi. По-любому ya yoki i harfiga o'zgaradi. Endi qarang, agar i harfi bilan tugaydigan bo'lsa, значит bu женский rodga tegishli so'z bo'ladi. Agar ya harfi bilan tugaydigan bo'lsa, bu значит мужской rodga tegishli so'z bo'ladi. O'zi aslida aytib o'tganimdek, bu mavzu juda ham katta mavzu. Aynan so'zlarning tuslanishiga qarab, nima deydi, ularning rodi o'zgaradi. No, sizlarga qisqacha bitta formulasini tushuntirib ketyapman. Juda ham oddiy va qisqacha formula. Ya'ni nechего savoliga solib ko'ramiz har bir мягкий знак bilan tugagan so'zimizni. Soldik va окончанияsi misol uchun ya bo'lsa мужской род, i bo'lsa женский rodga tegishli bo'ladi. Misol uchun dядя, papa, dедушка, mashina kabi so'zlar. Nima sababdan bularni oxiri misol uchun ya harfi, a harflari bilan tugasa, bu женский rodga o'tib ketish kerak. O'zi aslida misol uchun rus tili grammatikasi bilan olib qaraydigan bo'lsak, bularning hammasi женский rodga o'tib ketish kerak. Lekin nima sababdan bular мужской rod sifatida qabul qilinadi? Buni sababi juda ham oddiy. Mantiqan o'ylab ko'radigan bo'lsangiz, juda ham oddiy. Chunki bularni tabiat erkak qilib yaratgan. Bularni hech qachon misol uchun grammatik jihatdan misol uchun bularga ayol sifatida yondoshib bo'lmaydi. Ya'ni женский rodga o'tkazib bo'lmaydi. Bularni baribir nima qilsa ham bular baribir mujik bo'lib qolaveradi. Ushbu mavzuni nima sababdan rodi mavzusi bilan birlashtirishga qaror qildik? Chunki sababi agar bularni misol uchun ajratganimizda, keyingi yana bitta alohida video qilganimizda xuddi guruchsiz osh pishirib qo'ygandek bo'lardi. Ya'ni bular bir-biriga shu darajada chambarchas bog'liq. Agar hozir buni tushuntirib ketmaganimda, keyingi mavzuda tushunishga ozgina qiynalardingiz. Shu sababdan ham qo'shib ketishga qaror qildik. Va demak, ko'plik mavzusi. O'zbek tilida bilasiz, ko'plikni ifodalovchi so'zlarning oxiriga, misol uchun, lar qo'shimchasini qo'shsangiz bo'ldi. Shu bilan u ko'plik ma'nosiga o'tib ketaveradi. Misol uchun, kamera, kameralar, odam, odamlar, inson, insonlar. Deylik, hammasiga lar qo'shimchasi bo'ldi. Ko'plik ma'nosiga o'tib ketaveradi. Lekin rus tilida hech ham unaqa emas. Rus tilida aksincha har bitta rodning tugash qismining o'zini alohida, ya'ni misol uchun, окончанияni alohida o'zini ko'plik ma'nosini bildiradigan qo'shimchalari bor. Va siz o'ylashingiz mumkin, "Voh, juda ham qiyin-ku" deyishingiz mumkin, lekin oddiy. Hozir men sizga bitta qisqacha tushuntirib beraman va buni siz o'zingiz ham oddiy ekanligini tushunib olasiz videoning oxirida. Demak, boshladik. Birinchi navbatda мужской rodni ko'rib olamiz. Ya'ni, мужской rodni bildik, kitobning boshlanishida. Мужской rodning окончанияsi undosh harflar, ya'ni m, l, n va shunga o'xshash harflar va undan tashqari ikratki y va undan tashqari yana мягкий знак, ya'ni yumshatish belgisi. Endi qarang, misol uchun undosh harflar bilan tugaydigan so'zlar. Stol, telefon, marker. Stol so'zini qo'yadigan bo'lsak, ko'plik ma'nosida kelsa, stol stoliga aylanadi. Marker markeriga aylanadi. Yana qaysi so'zni aytdik? Misol uchun, telefon telefoniga aylanib ketadi, ya'ni ko'plik ma'nosini bildiradi. I harfini qo'yadigan bo'lsak. Agar ikratki bilan tugaydigan bo'lsa, misol uchun muzey, tramvay. Tramvayni o'rniga ikratkining o'rniga i keladi, ya'ni muzey, tramvay, ya'ni i ga o'zgaradi. Ko'plik ma'nosida keladigan bo'lsa, ikratki tushib qoladi so'zlarda. Agar мягкий znakdan misol uchun tетрадь, словарь, portfel kabi so'zlar. Tетрадь so'zi tетради, ya'ni мягкий знак so'z harfi tushib qoladi, i ga o'zgaradi. Misol uchun tетради, словари, portfeli kabi o'zini tuslanishini qo'lga kiritadi. Endi qisqa qilib женский rodni tushuntirib beraman. Demak, женский rodni ham bildik. Agar a, ya va yumshatish belgisi мягкий знак bilan tugaydigan so'zlar bo'ladigan bo'lsa, bu женский rodga kiradi. Va ular ko'plik ma'nosiga o'tganida ushbu qo'shimchalar qo'shiladi bularning o'rniga. Misol uchun, agar a bilan tugaydigan bo'lsa, lampa a harfi tushib qolyapti,
i, ya'ni lampaga o'zgaryapti. Gazetadagi oxiridagi a harfi tushib qolyapti va gazeta ko'rinishiga o'tyapti. Komnatadan a tushib qolyapti, komnataga o'tadi. Ya ko'rinishda keladigan bo'lsa, misol uchun pesnyadan ya harfi tushib qolyapti, pesni. Auditoriya ya harfi tushib qolyapti, auditoriyi. Laboratoriyiga o'zgaradi, ya'ni ikkita i harfi bilan keladi. Mягкий znak bo'ladigan bo'lsa, misol uchun tетрадь, radoсть, mягкий znak tushib qolyapti, tетради, radostиga o'zgaryapti. Sredniy rodga keladigan bo'lsak, ya'ni sredniy rodni ham bildik, ya'ni окончанияsi o, ye, mya bilan tugaydigan so'zlar bo'lsa, sredniy rodga kirib ketadi. Va ular ko'plik tusini olganida mana bu ko'rinishda ya'ni окончание bilan tugaydi. Misol uchun oknoni agar ko'plik ma'nosiga o'tkazadigan bo'lsak, okno oxiridagi o ga urg'u berilyapti, lekin ko'plikka o'tadigan bo'lsa, okna bo'lib qolmaydi, ya'ni oxiridagi a ga urg'u berilmaydi. Okna ko'rinishiga keladi, ya'ni boshidagi o harfiga urg'u beriladi. Okna. Yana undan tashqari, misol uchun deylik, yana qaysi so'z bor? Mestoni o harfi tushib qolibdi, mesta, ya'ni oxiridagi a harfiga urg'ulari ham o'zgaryapti. Ahamiyat bering shu narsaga. Ye harfi bilan tugaydigan so'zlar, misol uchun общежитие, здание, задание bo'lishi mumkin. Общежитие bo'lsa, общежитияga o'zgaradi, ya'ni общежития. Yana zdaniye bo'ladigan bo'lsa, ye harfi tushib qolyapti va zdaniya ko'rinishiga o'tyapti. Zadaniya. Mya harfi bilan tugaydigan so'zlar, ya'ni время, plemiya kabi so'zlar bor. Aynan ulardan mya harfi tushib qoladi, времена, ya'ni mena qo'shimchasi qo'shiladi. Plemiya bo'lsa, plemenaga o'zgaradi. Demak, множественное число, ya'ni ko'plik shaklini ham o'rganib oldik. O'zi aslida bu mavzuni aytganimdek juda ham katta mavzu. Buni agar oxirigacha hozir mayda-cho'dasigacha o'tadigan bo'lsak, bizani nima deydi? Ya'ni sizni qabul qilishingiz kerak bo'lgan ma'lumotingiz juda ham ko'payib ketadi va bu sizga tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin. Shu sababdan eng asosiy joylarini tushuntirib berishga harakat qildim. Endi yana bitta narsa bor, xuddi murskoy, женский roddagi misol uchun dядя, papa kabi istisnolar bor edi-ku. Aynan o'sha kabi ko'plik ma'nosini bildiradigan so'zlar, ya'ni qo'shimchalarda ham istisno tarzda keladigan ikkita so'zimiz bor. Dom va drug. Bular bunda mantiqan olib qaraydigan bo'lsak, misol uchun dom undosh harf bilan tugayapti. I qo'shimchasini olish kerak. Domi bo'lmaydi, aksincha dama ko'rinishida keladi. Misol uchun drug bunda ham xuddi shunaqa. Drugi bo'lib kelmaydi-da, друзья ko'rinishida keladi. Bular istisno tarzidagi so'zlar. Bularni endi nima deydi? Rus tili grammatikasini cheklab o'tgani uchun esimizda yodlab qoldirsak ham bo'ladi. Bugungi mavzuyimiz orqali juda ham ko'p narsani o'rgandingiz degan umiddaman. Va bundan-da qiziq mavzularni, ya'ni video darsliklarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying va ushbu videoni noldan, prям rus tilini noldan o'rganmoqchi bo'lgan yaqin do'stingizga yoki tanishingizga jo'natib qo'ying. Demak, xayr, salomat bo'ling.